Bizning klinikamizda joylashgan endoskopiya apparati juda ham ingichka bo'lib, hech qanaqa qayd qilish, ko'ngil aynish va qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Buni isbotlash uchun hozirgi bemorimizni sizga ko'rsatib beramiz. Muolajamiz qanchalik qulayligini. Mana bugungi bemorimizda bizning endoskopiya muolajamizni ko'rsatib beramiz. Noqulayliklarsiz degan joyimizda mana bemorimiz mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol vrach bilan suhbatlashib amaliyotni o'tkazyapti. O'ziga kerakli bo'lgan savollarni berib, mana ko'ryapsizlar. Endoskopiya apparatimiz burun orqali o'tadi. Shuning hisobiga hech qanaqa o'qchishlar, qiynalishlar, qayd qilishlar, kimnidir arterial davleniyasi baland bo'ladigan bo'lsa, o'sha davleniyam ko'tarilib ketadi deb qo'rqish mumkin. Bunaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Qo'rqmasdan, oldinlari siz qalin endoskopiya apparatidan foydalangan bo'lsangiz, qiynalgan bo'lishingiz mumkin. Bizning klinikamizda joylashgan endoskopiya apparatimiz juda ham ingichka bo'lganligi uchun, burun orqali o'tganligi uchun sizda hech qanaqa qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Bemalol klinikamizga kelib, bu muolajani olishingiz mumkin. Mutaxassislarimiz juda ham yuqori tajribaga ega. Mana yana bir bor e'tibor bering, bemorimiz bemalol qiynalmasdan, xotirjam monitorda o'zini qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoq ichaklarini kuzatib, bu muolajani qabul qilyapti. Endi Soch Medical bilan zond yutishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi.